Assalomu alaykum barchaga. Bugun ko'rib chiqadigan yangi mavzuyimiz yurak blokadalaridan giz tutami oyoqchalari blokadalarining ikkiga ko'rinishlari haqida gaplashib chiqamiz. Demak, birinchisi giz tutami o'ng oyoqchasi blokadasi. Hammamiz yaxshi bilamizki, yurak elektr o'tkazuvchanligi yurak 3 bosqichda, qorinchalardan 3 bosqichda elektr impulslar o'tkazadi. Birinchisi to'siq, ikkinchisi pastki devor va bazal qism. Mana shu tartibda EKGda tishchalar hosil bo'lishini ko'rib chiqamiz. Demak, o'ng oyoqchasi blokadasida birinchi chap tomondan to'siq innervatsiya bo'ladi, ya'ni chapdan o'ngga qarab, V1 tarmoqqa qarab to'siq innervatsiya bo'lishligi bu V1 da birinchi ertishchani namoyon qiladi. Keyingi chuqur esitishchani chap qorinchani innervatsiyasi hosil qiladi va chap qorinchadan o'ng qorinchaga qarab impuls harakatlangani ikkinchi ertishchani hosil qiladi. Demak, V1 da RSR kompleks ko'rinishida namoyon bo'ladi o'ng oyoqchasi blokadasida. Endi chap oyoqchasi, giz tutami chap oyoqchasi blokadasida, demak, chap oyoq blokadaga uchragan. Endi to'siq o'ngdan chapga qarab innervatsiya qiladi. Endi bunda V6 tarmoq mana shu chap qorincha tomonda joylashganligi uchun to'siq o'ngdan chapga qarab innervatsiya qilyapti, birinchi ertishcha. Keyingisi o'ng oyoqchadan o'ng qorinchani ta'minlaydi birinchi o'rinda. Bu esitishcha, ya'ni V6 dan qochyapti bu esitishcha. Keyin o'ng qorincha tomondan chap qorincha tomonga qarab harakatlangani keyingi ertishchani hosil qiladi bu V6 da. Ya'ni ikkalasini V1 bilan V6 ni o'zgarishiga qarab biz o'ng va chap blokadaga bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Demak, keyingi blokada turimiz bu giz tutami chap oyoqchasini oldingi shoxi blokadasi. Bunda yurak elektr o'qi keskin chapga siljigan bo'ladi va EKG ko'rinishlari standart tarmoqlarda birinchi standart tarmoqda baland ertishcha bo'lishligi, 2 bilan 3 da chuqur esitishcha bo'lishligi bilan namoyon bo'ladi. Keyingisi giz tutami o'ng oyoqchasi blokadasi va chap oyoq blokadasini oldingi shoxi. Chap oyoqni oldingi shoxi blokadasi birgalikda kelgandagi holati. O'ng oyoq blokadasi haqida gaplashdik. Demak, V1 da RRS kompleks bo'ladi va standart tarmoqlarda baland ertishcha birinchi standartda, 2 bilan 3 da chuqur esitishcha hosil bo'lishligi bilan namoyon bo'ladi. Ya'ni bu elektr o'qini keskin chapga siljish hisobiga, bunisi bo'lsa giz tutami o'ng oyoqchasi blokadasi hisobiga mana shunaqa ko'rinishda namoyon bo'ladi.